Hop, bugungi mavzumiz SAS. SAS texnologiyasi. SAS texnologiyasi nima uchun kerak? Nima afzal jihatlari bor? SAS asosiy vazifasidan bittasi bizda CSS bor-a. CSS o'tganmiz. Oddiygina HTML, CSS. CSSda kod yozamiz. Biza har xil kodlarimizni beramiz. Kod yozgan vaqtimizda e'tibor bersanglar judayam ko'p qator bo'lib ketadi. 100 qator, 150 qator, 200 qator bo'lib ketadi. Mana bu SAS texnologiyasi mana shu bizani CSS kodlarimizni asosiy tartibga solib beradi. Tartibga solib beradi deganda mana shu 200, 150 qatorli kodlarimizni 50 ta 50 qatorga ajratib bo'lib beradi. Keyin yana afzal jihatlardan bittasi bizani kodlarimizni o'sha soddalashtirib, qisqartirib, murakkab veb-saytlarimizni oson bajarishga yordam beradi. Yana SASni qulay tomonlaridan bittasi bu o'zini funksiyalari bor. Tayyor funksiyalar. Sizlar bilan anagi display flex degan narsa o'tganimizda display flex, justify content space between borku o'shalarni masalan qayta ishlatamiz. Bular bitta anagi CSSda tepada ham pastda ham ishlataveramiz. O'sha narsani SASda bitta ishlatib turib, просто chaqiruvlarni yutsak bo'ladi SASda. SASda kodlarni soddalashtirish mumkin, kodlarni osonlashtirish mumkin va bitta kodni qayta yozmaslik uchun ularni biza bitta mixing degan narsa bor. Mixingga solib qo'yib, hamma joyda ishlatsak bo'ladi. Ya'ni display flex deb hamma joyda bermaymiz, u narsani bitta ishlatamiz va bitta narsani o'zimiz kerakli joyda chaqirib ketamiz bo'ldi. Ya'ni kodni yana ham qisqartiramiz. Kodni qisqartirish, kodni soddalashtirish va kodni optimal variantga olib kelish. Boshida mana hozir men bitta sizga ko'rsataman. O'zini papkalarga bo'linadi, fayllarga bo'linadi. Ichma-ich papkalarga, fayllarga bo'linadi, lekin sizga boshida ozgina nima deydi? Murakkab tuyulishi mumkin. Qiyin tuyulishi mumkin, lekin juda sodda narsa, juda oddiy narsa. Shuning uchun faqatgina darsga diqqat bilan, e'tibor bilan qarab tursangiz, bu narsani yaxshi, shu mavzuni yaxshi tushunib olasiz. Endi SAS texnologiyasi. Shuniga SAS bu CSSga kompilyasiya qilingan usul va jadval tili bo'lib, bu sizga o'zgaruvchilar, ichki o'rnatilgan qoidalar, mixinlar, funksiyalar va boshqa CSSga to'liq mos sintaks bilan ishlatish imkonini beradi. SAS katta usul va jadvallarni yaratishda tartibga solish yordam beradi. Ya'ni katta usul va jadvallarni yaxshi tartibga solishga yordam beradi. Ya'ni juda ko'p kodlarimizni biz o'sha narsani tartibga solib beradi. Dizayn loyihalar ichida loyihalar bo'ylab almashish osonlashtiradi. Xo'p, yodda tuting. SAS faqatgina loyihani ishlab chiqish, development jarayonida ishlatiladi. Ya'ni bitta narsa bor SASda, SAS borku texnologiya bitta, CSSga o'xshash narsa, lekin bizani kodimiz baribir SASdan CSSga o'giriladi. Ya'ni umumiy agar oladigan bo'lsak, SAS kodi o'qilmaydi brauzerda. Brauzerda CSS kodi o'qiladi. Ya'ni jarayon qanaqa bo'ladi desangiz, biz birinchi SASda kod yozamiz. O'sha yozgan kodimizni CSSga o'girib beramiz. Tushundingiz? Xuddi bitta anagi bor, boshqa davlat insoni bor, O'zbekiston fuqarosi bor, o'rtada nima bor? Tarjimasi bor. Tarjimon bor. Tarjima qilib beradi bir-birini. O'zbek tiliga, bu ingliz bo'lsa ingliz tiliga. Xuddi shunaqa SAS bitta texnologiya ikki narsa o'rtasida turadi. SASda biz kod yozamiz, lekin uni o'rtasida bitta o'sha aytgan bitta translator turadi, tarjimon turadi, tarjima qilib beradi CSSga. Tushundingizmi? CSSga tarjima qilib beriladi va tarjima qilib bergandan keyin CSSga kodimizni o'girib, biz CSSda kodimizni ishga tushiramiz. Ya'ni bizani baribir kodimiz CSSda yoziladi, lekin SASga o'girilgan holatda yoziladi. U narsani tushunib olasiz. Loyiha yetkazib berishda production oldin yozilgan SAS kodimizni CSSga kodga o'giradi. Mana xuddi boya aytgan narsamni aytyapman. Loyiha yetkazib berishdan production oldin yozgan SAS kodimizni CSS kodiga o'giradi deyapti. Ya'ni bizani SAS kodimiz CSSga o'giriladi, ya'ni CSS yoziladi aslida. Endi brauzer SAS kodini ishga tushirish imkoniyatiga ega emas. Bu aytgandek, brauzer SAS kodini ishga tushirmaydi, ya'ni SAS kodini tushunmaydi. Biz faqatgina brauzer CSS kodini tushungani sababli biz faqatgina SASda yozamiz va uni CSSga o'giramiz. Xo'p, kodlar ko'rinishi, ya'ni ranglar berilishi. Hop, batafsil syntactical aviation style sheets degan to'liq nom olish SASda. Bu CSS press kodlarni bo'lib, ular CSS yozishni osonlashtiradi.
har ikki format ham CSSning imkoniyatlarini kengaytirib, murakkab loyihalarni boshqarish osonlashtiradi. Ya'ni SAS texnologiyasi ular kattaroq loyihalarda borki, sizlar ikkita page qildilar o'sha kuni. Coffee Market, Home bilan About. Xuddi shunaqa bir vaqtda o'zi ham Home, About, Contact xuddi boya men sizga Animals ko'rsatib o'sha hayvonlar saytini. Bilasizmi? Xuddi shunga o'xshash kattaroq sayt qilmoqchi bo'lsa, sizga SAS yordam beradi. Chunki CSS kod bitta bo'lmaydi-da, CSS kodlar alohida yoziladi. Ya'ni xato chiqib qolsa ham xatoni topish oson bo'ladi. Xatoni topish oson bo'ladi. Ya'ni kodimiz ko'payib ketmaydi, topishga oson bo'ladi. Yozilish holatlari oddiy. CSS o'sha yoziladi, lekin ba'zi ajralmas holatlari bor. Xo'p, endi o'zimizga qaytamiz. SAS qanaqa yoziladi? Xo'p, birinchi navbatda bola bizda nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda bizda bitta narsa bo'lishi kerak. Settings JSON script. Bizda birinchi navbatda mana bunaqa qilishimiz kerak. Bo'lyapti. Bitta papka yaratamiz birinchi navbatda. Nuqta, papkani nomiga qarang. Papkani nomi ham xuddi men yozganday bo'lishi shart. Boshqacha nom bilan yozsa ishlamaydi. Nuqta ves kod degan papka bo'lishi kerak. Nuqta ves kod. Nuqta ves kod. Va nuqta ves kod ichida bitta fayl yaratamiz. Bu nomi settings.json bo'ladi. Settings.json va fayl yaratamiz va buni o'zini maxsus kodi bor. O'sha maxsus kodini olib turib yozishimiz kerak bo'ladi. Hop, bu narsalarni bilish kerak. Settings.json fayli bor. Mana tayyor o'zi. Olamiz buni kopiya qilib. Sizlarga tashlab qo'yaman bu narsa bilan. Papkani kopiya qildim. Mana shu fayl, mana shu kodni, berib qo'yishim kerak men. Bitta nuqta ves kod degan bitta papka yaratdim va ichidan settings.json degan fayl yaratdim va faylni ichida nima bo'lar ekan? Mana shu kod bo'lar ekan. Live stream compile settings format, mana shu format. Endi bu formatda maqsad nima deyapti? Men deyapti SAS kodini CSS ga o'girib beraman deyapti. Xullas, buni vazifasi boya aytganimdek, bu motor vazifasi bu translator. SAS kodini CSS ga o'girib beradi. O'sha settings sababi o'sha SAS kodini CSS ga o'girib beradi. Endi hop, yozib oldik, to'g'rimi? Hop, endi biz boshidan boshlaymiz. SAS kodini yozamiz. Birinchi navbatda biz ikki xil nom bilan yasashimiz mumkin yoki SCSS bor yoki bo'lmasa SAS bor. Farqi yo'q. Bizga SCSS qulay. SCSS degani ham bu SAS degani. Aslida nomi SAS, lekin shunaqa yoziladi. Sintaksisi SAS deb yozsangiz ham bo'ladi, SCSS deb yozsangiz ham bo'ladi. Papka nomi yozdim, mana o'zi chiqib keldi ikonkasi. O'zi to'g'ri yozsak ikonkasi chiqib keladi. Endi SCSS ichida mana bu mana main tursin. Ichida bizda main.scss bo'ladi. Main.scss bo'ladi. Yozilishi oddiy, endi qarang. Yozilishda oddiy CSS emas, s.css endi. Yoniga s qo'yiladi. S qo'yiladi. Ko'rdingiz, oddiy CSSning oldiga s qo'yiladi. S qo'yiladi. SCSS. SAS degani bu. Biz hozir SAS deb yozsak ham bo'ladi, lekin bizga
Hozir SCSS kerak. Ikkalasini farqini keyin batafsil ko'rib ketamiz. SCSS tushundingiz-a? Yozib oldim. Papka yaratdim SCSS va bitta SCSS degan fayl yaratdim. Endi sinab ko'ramiz bu narsani. Hozir sinab ko'ramiz. Bu yerda main CS bor, to'g'rimi? Men yozganman. Endi bu yerda mana main CSga men bir narsa yozishim kerak. Hop. Keling, misol uchun mana shu papkam faylimga men bu yoqqa olib qo'yaman buni. Bu yoqqa mana buni olib qo'yaman. Main CS olib qo'yaman. Link nuqta slash. Qarang, bu emas, tepadagi oddiy CS mana buni olyapman. Mana bu CS olib qo'yaman. O'zimiz oddiy CS olib qo'yaman. CS men CS olib qo'yaman va lekin mana bu yerga yozaman. Lekin men SAS ichidaman. Bu yoqda ichidaman va yoqqa yozaman. Misol uchun body'ga deyman. Background color'i red bo'lib qolsin deyman. Red bo'lib qolsin deyman. Mana bu yoqqa yozdim. Bu yoqda hali hech narsa yo'q, ko'rdingizmi? Sayt afzallikcha bu yerda hali mana oddiy o'zimizning CS papkamiz faylimizda hech narsa yo'q, to'g'rimi? Hech narsa yo'q, yozilmagan. Biz bu yoqqa yozdik. Endi mana shu yozgan kodimiz hozir bu yoqqa o'tib qolishi kerak. Avtomatik shu yoqqa o'tib qoladi. Chunki mana biza nastroykasini yozib qo'ydik. U qanday bo'ladi? Tamam. Sonuç kerak. Vector syntax. Mana command palette snippet these extensions. Bizda buni passiv nima qo'llanmayapti? Bizda passiv shu opini bitirish. Past ko'rinib turadi. Sog'mi? Passiv snippet nima bo'ladi? Engelman, aktivman. Bizda ko'rinib turishi kerak. Hozir bizda WhatsApp ko'rinib turishi kerak-da. Run bilan to'g'risi kompyuter. Speak for updated, then classical snippet, keyboard shortcut, extension. SAS. Keyin mana bu extensionlar bolalar siz live SAS compiler urlab qo'yishingiz kerak. Live SAS compilerni. Disable qilinadi. Disable qilmasdan restore extensionga bosib bu narsani
ko'rinadigan qilib qo'yishingiz kerak. Pastaga borimizni ko'rinyapti degan. Hozir man Rustamdagi kimlar hozir sizlar mana bu yerda extensiondan qani extensionimiz? Extensiondan borib SAS uстановка qilishlaring kerak. Extension qaniki? Search bar, search control, extension ko'rib tursinlar. Extension bor. Uстановка qildingizmi? Xo'p. Bitta narsa ma'lum bo'libdi. Sa mana pastdan qarang. Xo'p, aytib beramiz. Overload. Hop, mana bu holatga hozir tushundingizmi siz? Mana bu yerda men body'ga background color berdim red. Mana shu kodimiz hozir buyoqqa o'tishi kerak. Bizda hozir nuqta beskod settings bor, o'rnatilgan. Endi bizda mana bu passimizda nimaga chiqishi kerak? Watch SAS degan narsa chiqishi kerak. Watch SAS. Extensionga borib license panelni enable qilib qo'yamiz. Mana
Mana buni o'rnatdingizmi? Mana buni o'rnatishga live SAS compilerni o'rnatishimiz kerak. O'rnatgandan keyin mana qarang, pastda ko'rinyaptimi? WatchSas degan narsa bor. Ko'rinyaptimi? WatchSas. O'sha WatchSasga bosishimiz kerak. Mana bitta bosaman, qarating. Bitta bosaman, bo'ldi. SAS ishga tushdi. Endi borib qaraydigan bo'lsak, bizani boyagi kodimiz mana ikkita kod paydo bo'ldi mana. Mainsysga boyagi kod keldi mana. Va mana bu ishlab turibdi. Qizil chiqyapti. Men endi bu yoqqa H1 ga color misol uchun yellow bersam, o'zi bitta vaqt o'tadigan o'zi run qilaveradi. Success bo'ldi mana, sariq bo'ldi rang. Endi boyagi mana kod mana bu yoqqa o'tib qoldi. Men bu yoqqa beryapman, u kod bu yoqqa o'girilyapti. Avtomatik ko'ryapsizmi? Ya'ni bizani SASda kod yozyapmiz. SASdagi yozgan kodimiz CSSga o'girilyapti. Tushundingizmi? Xuddi shunaqa biz endi bu yerda kod yozishimiz mumkin ekan. Tushundingizmi? Endi biza kodimiz bu yerda emas, bu yoqda yozamiz. U kod keyin bu yoqqa borib tushadi avtomatik. Chunki mana bu yerda biza settings yozib qo'ydik. Tushundingmi? Agar mana bu settings bo'lmasa ishlamaydi. Endi buni tushungan bo'lsak, endi yaxshilab qarab turamiz. Buni yana boshqacharoq fayl arxitekturasi bor. Hop, buni o'chirib turaylik mana. Biz hozir bunday qilishimiz kerak. Misol uchun endi mana CSSga borsak hech narsa yo'q. Hop. Bizni bitta blocks degan papka ochamiz. Qarab turing yaxshilab. Blocks degan papka ochdim. Undan keyin generals degan bitta papka ochaman. Generals. Blocks ochdim, generals ochdim. Va bitta mixins degan papka ochaman. Mixins. Va bitta colors degan bitta yana papka ochaman. Colors. Va yana bitta fonts degan bitta papka ochaman. Fonts. Va yana bitta normalize degan bitta papka ochaman. Normalize. Assalomu alaykum. Shu umid bilan ayniqcha qadashyapsan. Umid bilan ayniqsa. Hop. Papkalar tushunyapsiz? Bitta blocks degan papka ochdim. Colors degan papka ochdim. Fonts degan papka ochdim. General papka ochdim. Endi bu har bitta papkani o'zining vazifasi bor. Har bitta papkani o'z vazifasi bor. Endi mana bu colorlarga biza defaultni color berib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni umumiy saytimizda ko'p ishlatiladigan ranglarni yozib qo'yadigan bo'lsak bo'ladi. Va bizda generals degan narsa bor. Bu yerga nima yoziladi? Ichiga yozamiz. General nuqta SCSS. Lekin mana bu yerga bolalar bitta narsa esdan chiqmasin. Faqatgina maindan tashqari boshqa barcha fayllar nomlanishi yoniga bitta chiziqcha qo'yilishi kerak. Yoniga bitta chiziqcha qo'yiladi va mana bu yoziladi. Ketdi. Generalning ichidan bitta general degan bitta fayl ochdim. general.scss yonida bitta chiziqchasi bor. Endi bunga men boyagilar yozaman. HTML misol uchun overflow x hidden misol uchun scroll behavior smooth body yozaman misol uchun body deyman. Margin nol, padding nol, box sizing border boxing. Font family hozircha sanksiyalar bo'lib tursin. Keyin bizda nima bo'ladi? Container bo'ladi. Container. Ochaman. Container. Containerga nima qilardik? Max width 1440.
margin 0 auto padding 0 20. Konteynerim ketdi. Keyin bu yerga bo'lishi mumkin visual hidden kodlarimiz bo'ladi. Visually hidden CSS. Mana kodimiz bor. Mana shu kodni kopiya qilib qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ham kerak bo'ladi. Xo'p, mana bu general degan papka faylim vazifasi bolalar. Bu yerga men nima qilaman? Umumiy kodlar yoziladi bu yerga. Umumiy kod deganda barcha kodlar yoziladi. Ya'ni biza mana bu kodlarni har doim yozamiz, to'g'rimi? Har doim hamma proyektimizni boshida yozamiz, to'g'rimi? O'sha kodlarimizni endi har doim yozmaslik uchun bitta yozib qo'yamiz, bo'ldi. Har doim ishlaydi. Endi yozib qo'ydik, to'g'rimi? Mana ishlayapti, yozib qo'ydik. Endi buni yozib qo'ydik. General tushunadi. Qolganini yozamiz keyinchalik. Topqilab turibsiz hozircha. Bizda blocks bor keyin. Blocks bor. Endi blocks ichida nimalar yoziladi? Blocks ichida bolalar bitta blocks degan fayl ochiladi. blocks.scss bitta blocks ochiladi. Va blocks ichidan header.scss yonida chiziqchasi bor. header.scss bizda yana chiziqcha bilan footer bor, to'g'rimi? Misol uchun scss header footer misol sidebar bo'lishi mumkin. sidebar.scss css. Endi qarang. Bizda header qismi bor, to'g'rimi? Mana blocks ichida men header deb ochib oldim. Endi bu yerga men misol uchun nuqta header deb klass beraman degan display flex berib qo'yaman. Yoki bo'lmasa mana bu yerga men mana bu yerda bizda HTMLda h1 bormi? h1 da headerga beraman. h1 deyman. Buni color'i misol uchun red bo'lib qolsin. Hozir red qildim. Ishlaydimi, ishlamaydimi? Hozirgi holatda o'tkazaman. Bizning kodimiz ishlamaydi. Endi qarab turamiz, yana yaxshilab e'tibor berib turamiz. Biz mana shu header faylimizni birinchi navbatda blocks degan faylimizga ulab qo'yishimiz kerak. Bunday qilib import degan joyi bor, import qilishimiz kerak. Headerda. Bo'ldi. Headerda ulab qo'ydik. Endi blocksga header ulab qo'ygandan keyin biz mana mainga boramiz. Mana mainga boramiz ekan. Biz mana bu yerda yana exportimiz import ismimizda chiqmasin. Nuqta slash biza general ulab qo'yamiz, general css. Chunki biz hozir bilan generalga kod yozdik, to'g'rimi? Mana kodlarimizni yozdik. General ulab qo'ydim va endi men blocks ulab qo'yaman. Yana import qilaman. Va nuqta slash haligi blocks olaman-da, blocks ulab qo'yaman. Chivas qilib turaman. Mana bu watching qilyapti, ko'ryapti, tekshiryapti. Bitta bitishga OK bo'lgandan keyin ishga tushadi. Chunki kodlarni bitta-bitta run qilyapti bu. Kodni o'girib chiqyapti bu. Bittada hali ishga tushmadi. Endi ishga tushdi bu. Mana уже success bo'ldi. Kodimiz mana bu yerga kelib tushdi уже bunda. Bu yerga yozgan mana bu general yozgan kodlarimiz bolalar mana biz main CS'ga kelib tushdi. E'tibor berdingizmi? Hammasi kelib shu yerga tushdi avtomatik. Chunki biz mana bu mainga nima qilib qo'ydik? Ulab qo'ydik hammasini. Generalda import qilib qo'ydik va blocks import qilib qo'ydik. Blocks ichida, mana blocks ichida bizda
header import qilingan. Mana bu yerda headerga kod yozilgan. Ozgina chalkashtirishim mumkin. Boshida shunaqa bo'ladi. Lekin yozilish tartibi xuddi shunaqa holatda bo'lishi kerak. Sizda blocks ochiladi. Blocks ichida endi mana shuni ichida siz barcha mana bu qismlarni shuni yozib ketasiz. Header qismiga alohida, hero qismiga alohida, footer qismiga alohida, hamma qismiga alohida kodlar yozib, uстановка qilib import qilib qo'yasiz. Tushundingizmi? Endi barcha kodlarimiz alohida yoziladi. Hero nuqta misol uchun SCSS. Tushundingizmi? Header qismi, hero qismi, footer qismi bor, sidebar qismi bor, farqi yo'q. Faqat blok qismiga kod yozilmaydi, faqat blok qismiga import qilinadi kodlarimiz. Nima yozilsa shundan keyin import qilinadi. Misol header bor, headerdan keyin hero keladimi? Nuqta hero. Lekin ba'zi holatlarda bolalar bu xato berishi ham mumkin, chunki hali hero uстановка qilinmagan, to'g'rimi? Hali heroga hech narsa yozilmagan. Shuning uchun nima yozilgandan keyin o'sha narsani o'zini uстановка qilib qo'yish kerak. Hop. Xuddi mana shu tartibda yoziladi. Endi mana kodlarimizni headerga borib, header kodlarni yozamiz. HTMLda header yozib ketaveramiz. Misol uchun bizda header tayyor turibdi mana. Bizda tayyor header turibdi. Snippet yozganmiz, to'g'rimi? Snippet esimizami? Tayyor kod yozib beradi. Mana bu kerak misol uchun bizga. Misol uchun bizda mana header bor. Endi headerga shu bersak ozgina. Nima berib rasi bitta. Mana headerga, endi mana bu headerga borib nuqta header deganmiz. Endi mana yonma-yon kelib qoldi. Display flex berilgan. Justify content space between. Align center. Mana bu ishlayapti. Header yozgan kodlarimizni yozdik. Endi pastga HTML ga boramiz. Header ishlayapmiz. Endi bizda header list bor. Header listga yozamiz. Nuqta header listga yana display flex beramiz. Display content kerakmas bunga, faqat display flex. Biz bunga gap berardik, gap berardik 20 piksel. Mana orasini ochdi. 100% holatini. Bizda da general kodimiz mainda ishlayapti. General kodimiz ishladik. General kodimizda nima berilgan? Konteyner berilgan, biz hali konteyner bermayapmiz. Headerdan oldin bitta biza endi mana konteyner yozdik. Xo'p. Endi header listga nima berilardi? List style none beriladi. Nuqtani yo'q qilish uchun. Orasini ochib oldim. Xo'p. Endi bu yerda yana bitta zo'r narsa bor. Aytib ketaman. Misol uchun qarab turing. Header bor, header list bor, to'g'rimi? Bu yerga header yozilgan, mana bu yerga ham header yozilgan. Endi men pastga
Misol uchun HTMLda header item link bor, to'g'rimi? Endi men headerga borib, nuqta header item link deb yozishim kerak. Va bugun men text secretion dan bersam, nuqta nimasi yo'q bo'ladi, chiziqchasi yo'q bo'ladi. Va colorini qora qilib qo'ysam, black qilib qo'ysam, ishlayveradi. Endi bolalar qarang. Bizda zo'r narsasi bor buni, yana sassi. Header bor, headerless bor, header item link bor. Uchalasi ham header degan yozuv bor, to'g'rimi? Uchalasi header bor. Shu narsani yo'q qilishimiz mumkin. Buning uchun biz ampersand belgisi va chiziqchasi ikkita mana bu yerga list deb yozishimiz kerak. Va yozgandan keyin mana bu kodimizni mana bu yerga kopiya qilib olamiz agar. Mana bu kodni olib tashlaymiz. Kod kerak emas. Qarasak hech narsa o'zgarmadi. Hali ham ishlab turibdi. Kod ishlayapti, to'g'rimi? Yana pastga tushaman, yana bitta ampersand belgisini bosaman. Ikki chiziqcha. Endi mana buni qo'yaman. Mana buni kopiya qilib qo'yaman. Item link deb qo'yaman. Mana bu header so'zni ishlatmayapman, to'g'rimi? Faqatgina list item link. Mana shu kodni borib beraman. Olib tashlayman. Olib tashlasam, hozir bu holat turibdi. Va qo'ysam, bu yana yo'qoladi. Charchab ketdingiz? Charchash emas, oson narsa. Saidazor, yaxshimisiz? Mana bu yergami? Yo'q, nimaga? Hop. Ha, yo'q, menimcha sizda kod juda ham ko'payib ketadi. Agar kodimiz ko'payib ketadigan bo'lsa, chalkashib qolamiz. Katta proyektlarda katta proyektlarda dasturchilar kodlarni bitta faylda yozmaydi, tushunyapsizmi? Bo'lib yozadi. Misol uchun, boya index HTMLda home qismi ibodatda alohida turgan, bilasizmi? Ikkita HTML yozasiz, to'g'rimi? Endi bunda shunaqa CSSlar ham bo'linib tashlanadi-da. HTML bo'lindimi, CSS ham demak bo'linadi qismlarga. Endi CSSda ham qismlarga shunaqa bo'lib, bu qismga alohida, bu qismga alohida yozishimiz kerak kodni. Shunaqa katta proyektlarda yordam beradi bizga. Alohida fayllarga yozib berish. Chunki nimaga bunaqa, misol uchun boya katta proyekt dedim, misol uchun Coffee Marketda home qismida header qismi bor, to'g'rimi? Ibodat qismida ham shunaqa header qismi bor, bir xil ikkalasi. Bir xil qismi uchun bir xil kodni ishlatasizmi? Bunga yana alohida display flex, yana just space between, yana header shuni. Bunga yana shunaqa kod yo'q. Bir xil kod bo'lsa, bitta CSS ishlaydi, hammasi bir xil. Ya'ni bitta kod 2-3 ta HTML ga tushishi mumkin, tushunasizmi? Ya'ni tushuntirmoqchi bo'lsam, telefon bor, telefonning g'ilofi bor, to'g'rimi? Mana bu bitta g'ilof 2-3 ta telefonga tushishi mumkin. Bitta mana bunga emas, 2-3 ta telefonga, to'g'rimi? Shunaqa g'iloflar bor. 2-3 ta telefonga tushadi. Mos keladi bir-biriga, to'g'rimi? Tushundingizmi? Bunda ham xuddi shunaqa. Bitta CSS kodimiz boshqa HTML kodlarga mos kelishi mumkin. O'shaning uchun men har bitta telefonga alohida bitta yangi g'ilof sotib olmayman. Bitta g'ilofni xohlasam bitta telefonga, xohlasam boshqa telefonga ishlataveraman. Buni ishlataveraman. Bu original, tushundingizmi? Sasni afzallik jihati shunda. Sas kodlarini optimallashtirib, chiroyli tartibga solib, qaysi biriga mos kelsa, shunga bir-biriga moslashib ketaverish. Moslashtirib ketaverish. Chunki veb-saytlar juda kattarib ketavergan sari kodlarimizni nima qilishimiz kerak? Tartibga solishimiz kerak. Boyagi men sizga ko'rsataman. Misol uchun veterinariy kod o'sha kuni men sizga ko'rsatdimmi veterinariya? O'shani kodini ko'rsatam, kodi qanaqa yozilgan kodi.
Web darslarim degan papkam bor meni. Qarang, men dasturlash o'rganishim davomida judayam papkalarga, tartibga bo'lib ishlaganman. Judayam e'tiborli bo'lganman. Qarang, front-end, back-end, to'g'rimi? Papkaga bo'lganman. Mana web darslarim papkasiga kirdim. Mana front-end, back-end. Front-endga kiraman. Birinchi oy, ikkinchi oy, uchinchi oy, to'rtinchi oy, beshinchi oy. Har oyda nima o'rgangan bo'lsam, hammasini yozib ketganman. Mana 5 oy o'rganganman. O'quv markazida mana tartibni. Birinchi oyda HTML, CSS o'rganganman. Mana hammasi yozilgan shu yerda. Ikkinchi oyda qarang, hammasini yozib chiqqanman. Ikkinchi oyda nima yozgan bo'lsam, mana kofe maketlar, imtihon, checkbox, tablet, kofe, tablet hammasi bor, ko'rdingizmi? Adashmasam 3-oyda qilganman boyagi narsani, practice ikkinchi oyda qilganman. Hozir ko'ramiz portfellarda. Kunuz bor ekan bunda, yo'q. 3-oyda qilgan bo'lsa, portfelya papka. Ha? Animals bitan mana qilgan ko'rsatuvdim sizga kunuzni. Mayda ochib turaman. Kunuz deb qidirsam, o'zimni chiqib keladi. Kunuz beltiman. O'zim qilganman. O'zim qilganman. Xo'p, qayda edik? Mana bu yerda mana Animals Veterinariya 1 deganman, to'g'rimi? Endi buni ochib olaman kodimizni. Biz kodni ochib olaman. Va buni ichiga kiradigan bo'lsak, qarang mana. Nimada yozilgan ekan? SAS da yozilgan, SS da yozilgan. Kattalashtirma ozgina. Mana nuqta veskot yozilgan. Bu ham SAS da yozilgan, ko'rdingizmi? Nuqta veskot yozilgan. Settings session bor. Chap turibdi. CSSda kodlar kelib turibdi, hammasi shu yerga. Bu avtomatik kelgan boyagidek. Men yozmaganman. Bu avtomatik kelgan. Tamam. Kodlar. Kodlar juda ko'p. Bu yerda juda ko'p kod bor. Necha qator ekan? 2265 qator kod. 2000. Tushunyapsizmi? 2000 ta kod. 2200 ta kod. Shuncha kod yozilgan. Ketaveradi, farqi yo'q. 3000 ta, 10000 ta. Yo'q, o'zim yozib chiqqanman qo'ldan. Ba'zilari maketdan olingan, lekin ba'zilarini 50% maketda, 50% o'zim yozganman. Qo'lim yozib chiqqanman. Qo'l bilan yozib chiqqanman. Endi mana SASga kiraman. Qarang bolalar, mana SAS bor, to'g'rimi? Mana boyagi aytganda Blocks bor. Blocks ichida shuncha fayli bor. Boya yozib chiqdimku, bilasizmi? Shuncha fayli bor, alohida yozilgan hammasi. Blocks bor, blog bor, box bor, content bor, hammasiga kod yozilgan. Header bor ekan, header. Shu payti headerni ham to'g'ri yozmaganman, header deb qo'yganman. Mana boyagi va deb yozganman mana. Shuncha kod yozganman har bittasiga. Qarang, alohida yozganman, ko'ryapsizmi mana? 85 qator kod headerda o'ziga. Tushundingizmi? Headerda o'ziga 85 qator kod. Endi misol uchun hero qism bor ekan mana, hero qism. Hero qismi mana shuni yozganman, faqatgina bo'ldi. Hero qismiga 8 qator kod. Hero qismiga bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Endi misol uchun inner bor ekan, ozgina kod yozilgan ekan. 66 qator. Bular hammasi 60 qator, 80 qator kodlarimiz hammasi birlashib 2000 qancha bo'lgan? 2200 ta kod bo'lgan. 65 ta. Mana fontlar bor, font ulab qo'ysa bo'ladi. Fontlar ulab qo'ysa bo'ladi. Font bor. 10 kunmas, bir haftami, 3-4 kun qilganman. Qilsa bo'ladi. Variable'lar bor, variable'lar o'zgaruvchilar. Buni colors desam bo'ladi, variable desam bo'ladi. Mana mainga boyagilar ulangan, boyagi import qildilar. Ko'rdingizmi? Ko'z oldingizda import qildim. Import qilingan normalize fonts variable singari blocks uстановка qilingan. Mana boyagi bolalar HTML unagi saytafzal. Mana about bor, alohida yozilgan HTML kod. Mana blog bor. Mana kontakt bor, faq bor, hammasi HTML alohida yozilgan. HTMLlar ham ko'p-da bu yerda, ko'ryapsizmi? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4, 5, 6, 7 ta HTML bor. Hammasi bitta konteyner bor, bo'ldi.
indeksni ochsam, indeksda boyagi kodlar. O'sha men sizga ko'rsatmayman. Ko'rdingizmi? Sizlar shunaqa ko'p yozaversanglar, yozaversanglar, yozaversanglar o'rganib qolasizlar. Moslashasizlarda siz. Abdurahmon, Abdulhamid, ko'rasizlarmi? Kod katta lekin, juda katta kod. Yo'q, adashish. Ba'zida bo'ladi, juda charchaysiz-ku, kechki payt yozgan, charchagan payt ba'zida o'tib ketasiz. Xato bo'ladi-ku, xato bo'lganda chalkashib qolasiz ozgina, keyin joyiga tushib ketadi. Ha. HTML kodni o'zi shuncha bo'lgan, indeks HTML o'zi. 353 ta HTML kod. Hop, hech narsa emas, bo'lsanglar bo'ladi. Bundan ham katta saytlar bor. Yillab davomida qilinadigan saytlar bor, yillab. Har misol tasavvur qilishim, bir yilda bitta sayt bir yilda qilinishini. 6 oylab qilinadigan saytlar bor. Buni bir kishi bilan jamoaviy qilinadi. Juda katta saytlar bor. Tonnalab kodlar bor, tushunasizmi? Tonnalab kodlar bor, kodlar. Kodlarga cho'milasizlar sizlar. Tushunasizmi? Ha. Misol Telegram, Facebook yoki umuman shunaqa saytlar bor. YouTube misol juda kattalar, kodlari katta bo'ladi. Umuman sizlar buni kodni ko'rsangiz tushunmaysiz, nima yozilgan. Tushunmay qolasizlar. Shuning uchun sekin-sekin, mayda-mayda yozib boshlash kerakda. Sekin mayda-maydadan boshlab, sekin katta ko'tarilib borish kerakda. Birdan kattasini yozib bo'lmaydi. Sekin-sekin hammasi. Sizlar ham keyin shuni kod yozsanglar, bitta kod yozib qo'yib qilasizlar.